Assalomu alaykum. Qishlog'imizda o'zimiz qishloqdan ukamiz keldi. 1 soat bo'lyapti mana qarab o'tirib qaysini olaman. Olsang olay. Qaysini olishgan? Sizlarga o'zlaringni boshqarib qo'ysa ham ko'nmaysizlar. O'zim tanlab beraymi, yog'iga ham ko'nmaysizlar. Bu mana nima telefonda vaqt ko'payib ketyapti. Stoy kachasi so'rakan shu. Bo'ldimi shuni oldingmi? Masha. Qora bayirchi. Bu yana qo'yivardi bu. Yana boshqa tanday. Ikkita zanami bor degani? Qani zanamini topchi ichida. Masha kallasi boshqacha onang. Shunday. Meni vaqtimni olyapsan-da, qo'yiverib yana. Ko'zi boshqacha bo'la, ko'zi boshqacha-da. Ko'zidan ham tanlasa bo'larmi? Mana ko'zi yo'qmayapti-da, qara ko'zda bo'la. Boya qara ko'znikida bo'la. Bo'ldi. Mana ukamiz mana shuni tanladi. 1,5 soat deganda. Shuni tanladi. Oqchalarga para bo'ladi-da bu endi, sheriklariga. Mana stoykalari, mana formalari. Baraka top. Nima beray? Ulari hay bu shira, buni endi qo'yib berolmayman. Bidan ham tuxumidan 3ta berar ekan. Yaponchaniki bo'lmaymi uyda bo'lyapti? Bo'lar. Bo'ldi. Charchamadik. Hamon yo'qmaydi. Bo'pti. Bo'pti aka. Tamam bu shodakada bor. Yaxshi qara. İmkoniyat bo'lsa uyda xo'roz bo'lsin. Chunki xo'roz qilishligida Xudo mana shu xorozning ovozini yaxshi ko'rar ekan. Hammani tahajjudga uyg'otayotgan, tahajjudga alohida chaqiradi. Bomdodga alohida chaqiradi. Bir boshqa hayvon kelib, "Ey xorozjon, seni ovozing juda xushbo'y, bir xush ovozsan. Alloh seni ovozingni yaxshi ko'radi-da."